tarixdagi bir voqeani qarang. Bir tuya bozori. Bozorga shunday bir tuya kirdiki, bozorda unga xaridor bo'lmagan odam qolmayapti. Shunaqangi bir baquvvat, chiroyli, gavdalik bir tuya. Bir savdogar bordi. Tuyang nech pul, apaloncha pul. Aybi bormi desa, o'zida aybi yo'q-ku, shu tuyani tuqqan onasini aybi bor edi. Nima aybi bor edi desa, ustiga karvonda yuklarni yuklab qo'ysa, yo'lda kelayotgan biror bir ko'lmak, balchiq bo'lsa, shu joyga yotib olardi. Shu peli bor. Lekin bolasida hali bu narsani ko'rmadim men desa, u ayib onasida ekan, bu tuyani bolasida aybi bo'larmi deb aytgan puliga tuyani olib ketdi. Karvonga qo'shdi, ustiga yuklarni yukladi. Ketayotgan joyida bir ko'lmak, balchiqqa borgan paytida haligi ko'rkam tuya yuk buki bilan balchiqqa yumalandi. Yonidagi xizmatkoriga qarab aytdiki, "Meni uyimga borib xotinimga aytgin, 3 talaq qildim men" dedi. Hayron xizmatkor. Xo'jayinning gapiga kirib, savdogarning gapiga kirib uyiga borsa, erini savdogarni safarga chiqarib olib, o'ynashini chaqirib xiyonatni ustida turgan ekan. Bu nima holat desalar, hali savdogar aytayapti. Buni onasi fohisha edi. Onasi